Buni faqat umrada bo'lgan odam tushunadi. Qadam va qadam yurib Masjidul Haromga yaqinlashganingda yuraging qattiq ura boshlaydi. Ka'ba ko'z oldingda paydo bo'lishi bilan tana jim, lekin yurak yig'laydi. Og'zingda duo yo'q, ammo ichingda minglab so'zlar bor. O'sha yerda sen hech kim emasligingni, oddiy bir qul, banda ekanligingni chuqur anglaysan. Baytullohga qarab yig'laysan. Osmon tomon qarab jim bo'lib qolasan. Alloh meni ham jannatiga kiritarmikin? Gunohlarimni kechirarmikin deya javob bera olmay yig'laysan. Zamzam ichayotganingda esa o'zingni afv etilgan insondek his qilasan. Safo Marvada yugurganingda yelkangda bir umr ko'tarib yurgan og'irliklar ketayotganini his qilasan. Ichingda bir jimjitlik, bir sokinlik paydo bo'la boshlaydi. Qaytayotganingda yuraging xuddi biror joyda qolib ketgandek og'riy boshlaydi. Mashinada ketayotganingda yana bir marta ortga qaraysan. Ey Makkam, meni unutma deysan ichingda. Lekin yurakda shunday xavotir bor. Men ham seni unutib qo'ymasam bo'ldi. Bormaganga bir armon, borganga ming armon deb shuni aytishsa kerak.